O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risidagi 19-sonli farmoni e'lon qilingan bo'lib, bu bo'yicha farmonda tegishli topshiriqlar belgilangan bo'lib, 2026-27 o'quv yilidan boshlab yangi tashkil etiladigan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida oliy ma'lumotli pedagoglar ishga qabul qilinishi belgilab qo'yilgan. Bu bo'yicha tegishli nizomlar ishlab chiqilib va oliy ma'lumotli tarbiyachilar tanlov asosida ishga qabul qilinishi belgilandi. Bugun biz ta'lim sohasida olib borilayotgan keng ko'lamli sohalarda, ayniqsa muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilinayotgan muhim farmon va qarorlarning hayotimizdagi o'rni haqida gapirsak. Bu hujjatlar nafaqat ta'lim tizimini rivojlantirish, balki bilim olish bilan birgalikda mehnat qilayotgan yoshlarimizni qo'llab-quvvatlashga qaratilgani bilan alohida ahamiyatlidir. Bugungi kunda oliy o'quv yurtida tahsil olib, bir vaqtning o'zida ishlayotgan yoshlar bu jamiyatimizning eng tirishqoq, maqsadli va sabr-toqatli qatlamlaridir. Chunki ta'lim olish, mehnat qilish ham katta iroda, vaqtni to'g'ri taqsimlashga va qat'iyat talab etadi. Sizlar nafaqat o'z kelajagingizni bunyod etyapsiz, balki mamlakatimizni ravnaqiga ham bugundan hissa qo'shyapmiz. Aziz yoshlar, har bir dars, har bir ish kuni bu tajriba maktabi. Ilm bilan mehnat uyg'unlashgan joyda haqiqiy yutuq paydo bo'ladi. Shuning uchun bilim olishda charchamay, izlanishda to'xtamay, orzularimiz sari dadil qadam tashlaylik. Intilganlarimiz yangi O'zbekiston taraqqiyotiga eng muhim tayanchdir. Keling, barchamiz bilim, mehnat va fidoyilik birlashsa, o'z sohamizda yutuq mutaxassis bo'lishga intilaylik. Zero kelajak izlanayotganlar va harakat qilayotganlarnikidir.